Andijonda Yangi bozorda jalyuzi pardalarini optim chiqaradigan ukamiz oldiga kelganida bitta gapiga rostdan hayron bo'ldim. Videoda bitta like bosib, oxirigacha ko'rib turinglar. Akalarim, kimdir uylar qurib, chiroyli imoratlar qurib yoki qiziga yoki farzandiga yoki bola chaqasiga uylarni qurgan bo'lsa, shunaqa pardaga puli aka yetmay qolgan bo'lsa, vijdoni borlar. Yetmay qolgan bo'lsa, vijdoni bo'lsa, aka addushi hech qanaqangi qog'oz hujjatsiz 15 kungacha shu pardalarni uyga qo'yib bera olamiz deyapti. Shu gapidan ham addushi xursand bo'ldim. Andijonlik akalar, sizlarga zo'r taklif bilan chiqmoqchiman. O'z brendingizni tushirmoqchi bo'lsangiz, ya'ni reklama qildirmoqchi bo'lsangiz, o'zingizni brendingizni tushirgan pardalarni, jalyuzi pardalarimizni. Bundan tashqari ofis, yangi qurilayotgan domlar qayerga bo'lishidan qat'iy nazar borib, o'lchab, santimetrlarini yozib, olib borib o'rnat berishi addushi sizlarni bitta duvoylarni olish uchun besplatniy. Akalarim, biz shu jalyuzi pardamizni bo'lib ham men atrofda nima afzallik tomoningiz bor desam, aka, bizda atrofda afzallik tomonimiz shuki, materiallarimiz birinchidan sifatli, ikkinchidan ishlatadigan mahsulotlarimiz atrofga nisbatan sal qimmatroq mahsulotlar ishlatamiz. Ya'ni odamlar ishlatganda bitta duo qilsa bo'ldi dedi. Akalar, jalyuzi xizmati kimga kerak bo'lsa, pastga telefon raqam qoldiramiz. Albatta, bizning nomimizdan chiqsanglar, yana chuchilanyapman. Sizlarga alohida chegirmasi bor.